Peter Samarqand. Xo'p. Peter Samarqand bizda yo'q. Ozodbek Ibrohimov, rahmat sizga. Moskva Termiz bormi? Moskvadan Toshkent yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Toshkent avtovokzalidan Termizga yetib borishingiz mumkin. Bizda Termizga har kuni reysimiz bor. 18:00, 19:00, 20:00 bilet narxi 150 ming. Toshkentdan Termizgacha, Moskvadan Toshkentgacha yetib kelib olishingiz, shu avtovokzaldan o'ziga kelib olishingiz 6 ming rubl. Novoyansiyskiy avtovokzaldan to'g'ridan-to'g'ri borib, kassasidan bilet oling. Agar to'liqroq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, bizlarga obuna bo'lib qo'ying. Biza Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha telefon nomerlar qoldirganmiz. O'zimiz O'zavtotransport xodimi. Ular ham o'zbeklar, ularga ham telefon qilsangiz, sizga qay tartibda bilet olish ko'rsatadilar. Borib bemalol biletingizni olsangiz bo'ladi. Ham biz onlayn